Bu voqea bir necha oy oldin bo'lgan. Uyimizning yonida do'konimiz bor. Har doim kelib pivo oladigan bitta yigit bor edi. Ularning barchasini qarzga olar edi, keyingi oy to'layman deb. Lekin so'zida turmasdi. Bir oy vaqt o'tdi. Ota-onam do'konda edi. Ular kechki ovqatni yeyayotgan edi. Men esa orqada video o'yinlar o'ynayotgandim. Bir necha daqiqadan so'ng haligi odam qarzga pivo olishga keldi. Bu safar ota-onamning unga jahli chiqqandi. Dadam qarzni darhol to'lashini aytdi. Bu gapi uning jahlini chiqargan ko'rinadi. Ular bir-biri bilan urusha boshladilar. Dadam bizga uyga kirishni aytdi. Biz dadamning qurol ushlab o'tirganini ko'rdik. Bizga narsalarimizni yig'ishtirib, buvimnikiga borishimizni aytdi. Biz esa mashinaga o'tirib, buvimni uyi tomon yo'l oldik. Xolamning qizi ham o'sha yerda ekan. Birga o'ynab o'tirdik. Sal nariroqda onam buvim bilan televizor ko'rib o'tirgandi. Va ertasi kuni tongda otamni telefon qo'ng'irog'iga uyg'onib ketdik. O'tgan kecha nima bo'lganligini so'radi. Haligi odam uyimizga kirmoqchi bo'lgan ekan. Onam darhol politsiyaga qo'ng'iroq qildi, lekin jinoyatchi topilmadi. Keyingi kun uyimizga yetib kelganimizda dadam kuchugimiz o'lganligini aytdi. Orqasida katta jarohatlari bilan ko'ribdi va shuning natijasida o'lgan ekan. Qo'shnilarimizdan biri o'sha tuni kuchugimizning ovozini eshitgan ekan. Yana uyimiz atrofida bitta odamning yurganini ham ko'rgan. Keyinchalik ma'lum bo'ldi, bizning kuchugimizni bolta bilan o'ldirgan ekan. Bu voqeadan beri dadamning do'stlari va yaqinlarimiz uyni qo'riqlashda tez-tezdan kelib turadigan bo'ldi. Lekin afsuski, o'sha odam haligacha topilmadi. Kelajakda uni qaytib ko'rmaymiz deb umid qilaman.